هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hud tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hud suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hud suresi Mekke'de nazil bo'lgan 123 ayet. Hud suresinin Peygamber aleyhisselamның çeçini aqartib etken suralardan ekanligi. İmam Tirmizi İbn Abbas radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr: "Ey Allah'ın peygamberi, çeçin aqarib ketibdi-ku" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Çeçimni Hud, Vaqia, Mursalat, Neba ve Tekvir sureleri aqartib etti" dedi. Yani bir rivayette Hud suresi ve onunla mazmunda sureler çeçimini aqartib etti dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif, Lam, Ra. Bu hikmet bilen iş qilg'uchi, hammadan xabardor Allah tarafidan nazil bo'lgan ayetlerinin tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz ve qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir. Aytqinki, sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Shubhisizki men sizlarga Allah tarafidan avatilgan, kafir bo'lsanglar sizlarni Allohning azobidan ogohlantirguchiman. Iymon etsanglar Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. Sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajilinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilg'uchiga qilgan yaxshiligining savobini beradi. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytasizlar. Allah her narsaga qodirdir. Qur'on-i Kerim ve onun yalğız Allah tarafıyla çaqırdıganlığı. Üzüp oquladigan elif ve harfleri haqidagi mazmun Baqara suresinin 5'ida tafsili bayon qilingan bo'lg'achqa, bu yerda uni qayta takrorlashni hajatsiz ko'rdik. To'g'ri yo'lga erishish faqat Allah Taala tarafidan bo'ladi. Ammo Allah Taala mundaq deydi: "Bu hikmet bilen ish qilg'uchi, hammadan xabardor Allah tarafidan nazil bo'lgan oyatlarning tuzilishi puxta, aqida, ahkam, vaz ve qissalar tafsili bayon qilingan kitobdir." Yani bu Kur'an sözlerinde ve çıkan sözlerde ve çıkargan hükümlerde hikmet bilen iş qilg'uchi, işlarning oqibatidan to'liq xabardor bo'lib turg'uchi Allah tarafidan nazil qilingan. Söz iboralari puxta, ma'nolari tafsili bayon qilingan, shakl ve ma'no jihatda mukammal bo'lgan kitobdir. Bu ayetni Mücahid, Qatada ve İbn Cerir qatorliqlarmu mushundaq tafsir qilgan. Aytqinki, sizlar faqat
Allah'a ibadet kılınlar. Söz ibadetleri puxta, ma'nilari tafsili bayon qilingan bu Qur'on Karim hech shirki yo'q, yolg'iz Allohga ibodat qilishga chaqirish uchun nozil qilindi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir, menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdi. Shubhisizki men sizlarga Alloh tarafidan avatilgan kafir bo'lsanglar, sizlarni Allohning azobidan ogohlantiruvchiman. Iymon etsanglar, Allohning savobi bilan sizlarga xush xabar berguchiman. Ya'ni agar sizlar Alloh taologa bo'ysunmasanglar, haqiqatan sizlarni Alloh taoloning qattiq azobidan ogohlantiruvchiman. Agar Alloh taologa bo'ysunsanglar, katta savob bilan xush bishorat berguchiman. Sahih hadisda bu vaqtda mundaq deyilgan: Payg'ambar alayhisalom Safotihaga chiqib, Quraysh qabilasidagi nasab jihatda yaqinlarini chaqirdi. Shuning bilan ular yig'ildi. Payg'ambar alayhisalom ularga: Ey Quraysh guruhi, aytib beqinglarchu, agar men sizlarga otliq bir qo'shin tong otganda ustinglarga bostirib keladi desam, menga ishonamsizlar? dedi. Ular: biz sening yolg'on aytganligingni ko'rmadik dedi. Payg'ambar alayhisalom: haqiqatan men sizlarni qattiq azob kelishdan burun ogohlantiruvchiman dedi. Allah mundaq deydi: sizlar Rabbinglardan mag'firat talab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Allah sizlarni muayyan muddatgacha, ya'ni umringlar oxirlashib, ajilinglar yetguncha hayoti dunyodan obdan bahramand qiladi. Yaxshi ish qilguvchiga qilgan yaxshiligining savobini berdi. Men sizlarni burun qilgan gunohlaringlarga mag'firat talab qilishga va azob kelishdan ilgari tavba qilib, g'olib va buyuk Alloh tarafga qaytishga va davomli shundoq qilishga buyurayman. Shundoq qilsanglar, Alloh sizlarni ajlinglar to'shqicha dunyo tirikchiligidan obdan bahramand qiladi. Oxiratda ko'p savob berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladigan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilamiz. Muvaffaq qilib obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz. Agar iymondan yuz o'rsanglar, azobga duchor bo'lasizlar. Sizlarning qiyomat kunining cho'ng azobiga qilishinglardan ansirayman. Bu oyat Alloh taoloning buyruqlaridan yuz o'rgan va payg'ambarlarni yolg'onga chiqargan kishilarga qilingan qattiq tahdiddir. Bundaq kishilar qiyomat kuni cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi. O'lgandan keyin Allohning dargohiga qaytsizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni qiyomat kunida sizlarning qaytib boradigan joyinglar Alloh taoloning dargohidir. Alloh o'z do'stlariga ihson qilishga, dushmanlardan intiqom olishga va qiyomat kunida mahluqotlarni qayta tirildirishdek o'zi xohlagan har qanday bir ishni qilishga qodirdir. İlgiriki oyat kishilarni Alloh taoloning ne'matiga qiziqtirdi. Tövendiki oyat bo'lsa Alloh taoloning azobidan qo'rqitdi. Rostilla ular, ya'ni kofirlar, Rasululloh Qur'on o'qiyotganda uning yenidan o'tganlarida
uningdan yoshirinish uchun yuz o'riydi. Rastli ular kiyimlari bilan chumkinib olganlarida Allah ularning yo'shirin va oshkora ishlarini bilib turdi. Allah haqiqatan dillardikini bilgichidir. Allah Teala'nın hamma narsadan xabardor ekanligi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. İlgiriki kishilar uyatliq joylarini oshganda, jinsiy munosabat o'tkazganda osmonga qarashni yoqtirmaydi. Shuning bilan Alloh Taala bu oyatni nozil qildi. İmam Buxoriy Muhammad ibn Ubbaddan rivoyat qiladi-ki, u İbn Abbas'dan bu ayet hakkında so'raganda İbn Abbas mundaq degan. Her kişi öz ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda yoki kiyimlarini sog'ganda xijil bo'lib ketadi. Shuning bilan bu ayet tushdi. İmam Buxoriyning yana bir rivoyatida İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan. Kishilar kiyimlarini sog'ganda yoki ayoli bilan jinsiy munosabat o'tkazganda osmonga qarashdan hayo qiladi. Shuning bilan bu oyat tushdi. İmam Buxoriy İbn Abbas radhiyallohu anhumaning ular kiyimlari bilan cho'mkinib olganlarida degan oyatni ular boshlarini yo'ginib olganlarida deb tafsir qilganligini rivoyat qiladi. Yeryüzüdeki hayvanlarning hammasiga rizq berishni Allah merhamet yüzüden üstüge algan. Allah ularning turar joyini ve o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi ro'shan kitobga, ya'ni Lavhil Mahfuzga yozilgandir. Allah Teala'nın insanlarning boshqa mahluqotlarga rizq Allah Teala'nın insanlardan başka məxluqatlarımı rızıq verişki kepil ekanligi. Allah Teala bu ayette özünün yer şaridiki meyli quruqliqda bolsun, meyli denizde bolsun, çoğun kiçik hayvanatlardan ibaret barlıq məxluqatlarga rızıq verişki kepil bolğanlıqı. Ularning yetib bardığan joyini ve turar joyini biladiganligini xabar qildi. Ali ibn Abu Talha ve boshqalar İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah ularning turar joyini ve o'lgandan keyin ko'miladigan joyini biladi. Ularning hammasi Allah Taalaning dargohidagi ro'shan kitobga tafsili yozilgandir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Meyli yer yüzüde mangadigan hayvan bolsun, meyli iki qanoti bilan uchadigan uchar qush bolsun, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Allah tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Lavhul Mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq tutdik. Keyin ular Rabbining dargohiga yig'ildi. Allah ularning orasida hukm chiqardi. Aytqinki, men haqiqatan Rabbim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga, vahiyga asoslanaman. Halbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar boldir yuz berishini talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Allah haq hüküm qiladi. Allah hüküm qilg'uchilarning yaxshisidir. Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratdi. Osmon zaminni yaratishdan ilgari Allohning arshi suv ustida edi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar sen Mekke kuffarlarga sizlar o'lgandan keyin cho'qim terilisizlar desang, kafirlar cho'qim aytadi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Agar biz
ularga nozil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, ular cho'qim masxir qilish yuzidan azob nimishqa tushmaydi deydi. Rastla ularga Allohning azobi tushgan kunda ular qochadigan yer topolmaydi. Ular masxir qilgan azob ularni qo'rshib oladi. Allah Teala'nın osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligi. Allah Teala bu ayette o'zining har narsaga qodir ekanligini, osmonlarni va zaminni 6 kunda yaratganligini, osmonlarni va zaminni yaratishdan ilgari arshining suv ustida ekanligini bayon qiladi. Bu vaqtda İmam Ahmad İmron ibn Husaynning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Tamim avlodi, xo'sh bishoratni qabul qilinglar" deganda, ular: "Haqiqatan bizga xo'sh bishorat yetkizding, qani uni bizga bermamsan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Yaman ahli, xo'sh bishoratni qabul qilinglar" dedi. Ular: "Biz cho'qim qabul qildik. Bizga dunyoning eng dastlabida qandoq ekanligidan xabar bergin" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Hamma narsadan ilgari Alloh mavjud edi. Uning arshi suv ustida edi. Alloh Taala har narsaning ma'lumotini Lavhul Mahfuzda yozdi" dedi. İmron ibn Husayn mundaq deydi: "Del shu chaqda bir odam mening qishimga kelib, "Ey İmron, tögan bağlaqlıq yerdan bo'shab ketibdi" dedi. Men tögini tutib olish uchun chiqib ketdim. Shuningdan keyin Payg'ambar alayhisalomning nima deganligini bilolmay qoldim. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh. İmam Muslim Abdullah ibn Amr'dan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shek shubhisizki Allah Teala mahluqotlarning taqdirini osmonlarni va zaminni yaratishdan 50 ming yil ilgari belgilab o'tgan. Allah Teala'nın arshi aslida suv ustida edi. İmam Buxoriy bu oyatning tafsirida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. G'olib va buyuk Alloh mundaq deydi: "Sen mol mulkingni mening roziliqim uchun sarf qilgin. Sana hassilab beraman." Payg'ambar alayhisalom yana mundaq deydi: "Alloh Taolaning qo'li kengdir. U mol mulkidan kech kunduz sarf qilsa-mu, uningdan hech narsa qo'rab qolmaydi. Aytib beqinglarchi, Alloh osmonlar va zaminni yaratgandan tortib mahluqotlarga rizq berib kelyotdi. Bu Allah Taolaning xazinasidan biror narsani kemaytirdimi? Allah Taolaning arshi suv ustida edi. Allah Taolaning qo'lida tarozi bo'lib, uni xohlagan kishiga to'van tutadi, ya'ni xohlagan kishining rizqini tor qiladi. Ya'ni xohlagan kishining rizqini tor qiladi. Xohlagan kishiga egiz tutadi, ya'ni xohlagan kishining rizqini keng qiladi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh ularni yaratdi. Ya'ni Allah Taala osmonlarni va zaminni o'ziga ibodat qilishi va o'ziga hech narsani shirik keltirmasligi uchun yaratgan bandalarining manfaatlanishi uchun yaratdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: "Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U, ya'ni ular bekor yaratilgan deb qarash, ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek
biz hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Padişah haq Allah üstündür. Padişah haq Allah üstündür. Onundan başka hiç ilah yoktur. Allah ulug' arşinin Rabbidir. Ulardan men rızık tilemeymen ve ularning meni ozuqlantirishini tilemeymen. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yaratdi. Yani Allah Teala bu ayette sizlarning qaysinglarning amali yaxshi ekanligini sinash uchun dedi. Qaysinglarning amali ko'p ekanligini sinash uchun demedi. Chunki har qanday amal g'olib va buyuk Allah Teala'ga xolis ve Allah Teala'nın payg'ambarining shariatiga muvofiq bo'lmasa, u amal yaxshi amal hisoblanmaydi. Har qanday amal bu ikki shartning birini yo'qotib qo'ysa, bu amal qabul qilinmaydi. Subhanalloh. Müşriklarning o'lgandan keyin terilish haqidagi munozirasi va ularning azobning tez kelishini tilaganligi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen Mekke küffarlarına sizler ölgenden keyin çoqum terilisizler desen, yani Allah Teala mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sen ani şu müşriklarga Allah'ның ular ölgenden keyin xuddi Allah ularni dastlabda yaratganidek terildirdiganligini xabar qilsang ve Allah Teala ular haqida eğer sen ularni kim yaratganligini so'rasang, ular çoqum Allah deydi. Eğer sen ulardan osmonlarni ve zaminni kim yarattı, kunni ve ayni kim bendilerinin menfaat için boysundurdu deb so'rasang, ular çoqum Allah deb javob berdi. Deb xabar qilganiga o'xshash, ular Allah Teala'nın osmonlarni ve zaminni yaratgan birdan bir Allah ekanligini bilib turib, o'lgandan keyin qayta terilishni ve qiyomat kunini inkar qildi. Allah Teala'ga nisbeten ularni qayta terildirish, ularni dastlabda yaratganga qaraganda texmi osondir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Məxluqatni dastlabda yo'qdan bar qiladigan, ondan uni o'lgandan keyin terildiradigan Allah ana shudir. U yani məxluqatni terildirish Allahqa uni dastlabda yo'qdan bar qilgan qaraganda o'ng'aydir. Ey insanlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Kafirlar mundaq deydi. Bu so'zni ichiga olgan Qur'on faqat ro'shan sehrdir. Yani ular kufrliq va haq qarshi chiqish yuzasidan sening o'lgandan keyin qayta terilamiz degan so'zingga ishonmaymiz. Faqat sen sehr qilgan kishilar shundaq so'zlarni qiladi va sening so'zlaringga ergishidi deydi. Agar biz ularga nozil bo'ladigan azobni cheklik vaqt kechiktirsak, yani ani shu mushriklarni jazolashni va qattiq tutishni biz ularga va'da qilgan cheklik muddat va sanoqli kunchiliklar kechiktirsak, ular uni oldirgan va inkor qilgan holatda azob nimishqa tushmaydi, yani bu azobni nimishqa bizga nozil qilishdan kechiktirdi deydi. Shek shubhisizki ularning vujudi haqni inkor qilish ve onunla şek qilish bilan to'lib ketgan bo'lib, ular azobdan hech qochmaydi ve tep tortmaydi.
Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Hud suresi tefsirinden 8. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.